İkinchi mavzuni tahlil qilishni boshladik. Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari. 18-savoldan ketyapti yana. Xo'p, demak, savol. Tarix faniga eng qadimgi odamlar nima deb ataladi? Tarix fanida o'zi. Tarix fanida eng qadimgi odamlar ibtidoiy odamlar deb ataladi. To'g'ri. Olimlar eng qadimgi odam suyaklari qoldiqlarini Shimoliy qayerdan topib o'rganishgan? Shimoliy Sharqiy Afrika hududidan topib o'rganishgan. Mazkur odamlarning yoshi 2 million yosh, to'g'ri. Qaysi odam qoldiqlari Afrikadan, shuningdek Yevropa va Osiyodan topilgan? Ishbilarmon odam suyak qoldiqlari. Qachonga kelib buyuk muzlik davri boshlandi? Ilk paleolit davri. Javob. O'rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimgi mehnat qurollari quyidagi joylar, ya'ni makonlardan topilgan. Ular belgilanadi. Silingur, Farg'ona, Ko'rbuloq, Toshkent hududi. Javob. Quyidagi qaysi javob tarixiy haqiqatga yaqin emas? Yaqinini olib qo'ymagan bo'linglar qilib. Xo'p, bu yerda mehnat qurollari dastlab odamlarga yegulik topish uchun kerak edi. To'g'rimi? To'g'ri. Dastlabki mehnat qurollari sodda bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri. Tabiat insonga nimani bersa, odamlar shuni olgan, topgan yeguliklari bilan qanoatlangan, to'g'rimi? To'g'ri. Termachilik va ovchilik ishlab chiqaruvchi xo'jalikni shakllantirganmi? Yo'q. Bu o'zlashtiruvchi xo'jalikni shakllantirgan. Demak, D javobimiz to'g'ri. Bir tomoni urib o'tkirilgan qo'pol tosh qurol, chopper deb atalgan. B. Keyingisi 25. Kishilarni eng qadimgi mashg'uloti nima deb atalgan? Termachilik va ovchilik. Javobimiz to'g'ri. Chopper bu bir tomoni urib o'tkirilgan qo'pol tosh qurol. Javob. 27. Quyidagi ma'lumotlar orasida Teshiktosh g'ori haqida xato ma'lumotni aniqlang. Boysuntoqdan topilganmidi? Ha. G'ordan tosh qurollar va ularning parchalari, tog' echkisi, kik, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilar, qushlarning suyagi topilganmidi? Ha. G'or ilk paleolit davriga oidmidi? Yo'q. U o'rta paleolit davriga oid edi. Demak, 3 ta olamiz. G'or o'rta paleolit davrini jahonga eng mashhur namunasi. Ha, to'g'ri. 5 ta g'ordan 8-9 yoshdagi qaysi turdagi odam? Neandertal turdagi odam. Bu yerda Kromanion debdimi? Demak, 5 ta ham olamiz. Hop, 6. G'ordan 8-9 yoshli Neandertal bola suyaklari topilgan. Jasad atrofiga tog' echkisi shoxlari qarab chiqilgan. G'ordan eski sopol bo'laklari topilgan. Noto'g'ri. Demak 3, 5, 8 D javob to'g'ri. Odamlar guruhi jamoasi biror hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqalariga ishonish fanida nima deyiladi? Totemizm. Bu agar o'zlarini qarindosh deb bilsa, totemizm deyiladi. Dastlabki diniy e'tiqod bilan bog'liq bo'lgan voqeani toping. Teshiktosh g'oridan 8-9 yoshli Neandertal turiga mansub bo'lgan odam dafn etilgan. To'g'rimi? Demak, dastlabki diniy e'tiqod aynan mana shu voqea bilan boshlandi. Javob to'g'ri. Ma'lumki, Boysun tog'laridan Teshiktosh g'ori topildi. Bu g'ordan 8-9 yoshda yashar Neandertal bola jasadlari topildi. Bola jasadi atrofiga nimaning shoxi? Tog' echkisining shoxi qo'yib chiqilgandi. 29A 30B 31. Eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud balo qazolarni bartaraf etishiga ishonishgan. Bu narsa fanda fetishizm deb atalgan. Fetishizm. Kimlarda to'g'ri? Va 4 ta, 5 ta. Keyingisi 32. insonni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlar mavjud ekanligiga ishonish. Bu fanda animizm. Jon va ruh mavjudligiga ishonish bu animizm.
Keyingisi o'zlashtiruvchi xo'jalik bu termachilik va ovchilikni o'zida birlashtirgan xo'jalik bo'ladi. D javob to'g'ri, A va B, A va C javoblar. To'g'ri. 34da so'nggi paleolit davriga oid qoya rasmlari topilgan hududni muvofiq ravishda joylashtiring. Qarang, buni sizga tushuntirib o'taman. Juftligiga yozdingmi? Bizda mana bunday diagramma ko'rsatilyapti. Bu diagrammamizda mana uzuq chiziqlar ko'rsatilyapti. Ispaniya, Fransiya, Boshqirdiston, B, F, yana bittasidan berib qo'ying. I, F, B. Mana bunisidan kelyapti bu. Ana. Xo'p, endi raqamlar joylashtirilyapti. 1, 2, 3, Besh. mana 3, 5. 3 o'rniga 4, 5, 2, 5, 4, oldiga 5 qo'ying. Asli tepasidan chiqish kerak edi. deb turinglar, yerda bitta qolib ketyapti hozir. O'rtaga chiqish kerak tepaga. Mana bunday tushdi. Ha, Chalatasizlar meni. 4 yap. Mana ulanmadi. Ana. Bu 1, 2, 3, mana yo'q. Ani chizaman. 4, Mayda 5, 6 va 7 bo'lyapti. Endi yozilyapti. Ispaniya, ISP qilib qo'yaman. FR qilib qo'yaman. Fransiya, Boshi. BH qilib qo'yaman. Hop, pastda Kapova, KP, Lasco, LS, Altamira, ALO. Xo'sh, endi qarang. Diagrammamizda o'zi to'g'ridan to'g'ri 7 ga e'tibor qarating. 7 ni tagida joy nomi yo'qmi? Yo'q. Demak, bizda 7 javobi chiqib ketishi kerak. Bundan keyin qarang. Birda qarang. Birda Kapovaga munosib bo'lgan joy yo'qmi? Demak, bir ham yo'q ekan bizda. Endi joylarni bir-biri bilan moslashtiramiz va ana shu moslashuvda tutashgan raqamlarni olamiz. Chunki bizdan nima dedi? So'nggi paleolit davriga oid ma'lumotlarni olishimiz kerak. Ya'ni bir-biriga taqqoslashimiz kerak. Endi Ispaniya hududidan topilgan manzilgohimiz bu Altamira. Demak, Ispaniya bilan Altamira 6 da to'qnashyaptimi? 6 ni olamiz. Keyingisida Fransiyadan topilgan manzilgohimiz bu Lasco. Lasco 4 da to'qnashyaptimi? Ha. Boshqirdistondagisi Kapova, demak 2 da to'qnashyapti. 2, 4, 6 javobimiz to'g'ri. Demak, B javob to'g'ri. Diagrammani tushunib oldinglar-a? Ikkala tomonda ma'lumotlar ko'rsatiladi. Bularda bir-biri bilan tutashgan joyi to'g'ri bo'lsa olamiz. Misol uchun, mana bu Boshqirdistonni tutashyapti, mana bu yerda Lasco bilan ham tutashyapti-da. Demak, buni olmasligimiz kerak ekan. Chunki bu noto'g'ri. Noto'g'ri ma'lumot emas, balki to'g'risini. Agar noto'g'risini so'rasa, keyin ularni ham olamiz. Xo'p, ketdi. Keyingisi. İlk devoriy rasmlar qaysi davrda paydo bo'lgan? Bu so'nggi paleolit davrida paydo bo'lgan. C javob. Keyingisi, Kapova g'ori qayerda joylashgan? Boshqirdistonda. Quyida rasmda berilgan manzilgoh qaysi davriga oid? Paleolit. Xo'sh, demak, Kapova bilan Selengur manzilgohlari, Teshiktosh, bular hammasi umumiy paleolit davriga oid. A javob. Qadimgi tasviriy san'at rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladigan omillarni aniqlang. Demak, nimaga xizmat qilsin ekan? Tasviriy san'atga. Odamni o'zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushunishga bo'lgan intilishi, demak, C javob to'g'ri. Aynan mana shu tasviriy san'atning shakllanishiga sabab bo'ladi. Endi B javobimizda o'xshash turibdi. Odamning o'ziga tushunarsiz bo'lgan hodisalar haqida o'ylay boshlashi. Lekin bizda jumlada aynan shunday ta'rif berilgan. Odamning o'zini qurshab turgan tevarak dunyoni tushunishga bo'lgan intilishi mana shu narsaga sabab bo'ldi. Nimaga sabab bo'ldi? Tasviriy san'atni paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. 39
dastlabki qoya tasvirlarini arxeologning qizi kashf etgan edi. O'shanda ular qayerdalar? Bular Altamira g'orini topishgan. Demak, ular Ispaniyada edi. Javobimiz to'g'ri. 3-mavzuni ko'rib qo'yamizmi? Soatimiz necha bo'ldi? U xato. 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 Men soatim ko'rinarmikin? Ko'rinmaydi. Ko'rinmas ekan. Kimda bor soat? Bo'lmasa keling yo'q, 3 kirgungacha o'lib turadi. Keyin soat ayting. Ha? Ayting, pastda. Nur ustiga alom. Ko'zni chiqmayincha chiqmaymiz. Ketdi. 3-mavzu. Urug'chilik jamiyati. So'nggi paynelik davri so'ralyapti. So'nggi paynelik taraf 12. Siz javob tezlashtiramiz, ha? Keyingi javobni aytib Javobni Kiyim-kechak, variant kalitini ko'rib chiqishim kerak-ku. Kiyim-kechaklarni tayyorlashda hayvonlar terisidan paleolit davrida, so'nggi paleolit davrida shug'ul nima qilishgan? Foydalana boshlashgan. A javob. 3-si, Kromanyon odami qaysi davrda yashagan? Kromanyon odami so'nggi paleolit davrida yashagan. Z javob. So'nggi paleolit davri odamining eng muhim ixtirosi nima edi? Turar joylar qurilishi. Turar joy qurilishi. So'nggi paleolit davrining eng muhim kashfiyoti bu turar joylar qurilishi.